Pastki qavatdan bir xona uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 21-kvartalda joylashgan bir xona ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonasi bo'ladi. Bu yoqda xonamiz uzunligi va kengligi 5.20 ga 3.30 bo'ladi. Patologlarimiz balandligi 2.85 bo'ladi. Televizorlar ko'rib turganinglarda, konditsionerlari. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini balkonga ko'chirib, uyimiz egalari tomonidan oshxonamiz o'rnini esa spalniga o'zgartirilgan. Ko'rib turganinglarda uyimizda birinchi qavatdaligi uchun barcha romlariga panjara o'rnatilgan. Xavfsizlik ta'minlash maqsadida. Bu yerda esa o'zi aslida 1.5 ga 3 bo'lgan balkonda uyimiz egalari tomonidan kengaytirilib 2 metrga 4 metrga o'zgartirilgan. Ko'rib turganinglarda oshxonamiz ham keng va shinam. Kerakli barcha mebel va texnikalar bor. Romlar alishgan. Uyimiz birinchi qavatda bo'lganligi sababli orqa tomonda ham eshik qoldirilgan. Uyimizning umumiy maydoni 33 metr kvadratdan iborat. Glavniy eshikdan kirib kelish, eshiklar yaxshi sifatli almashtirilgan. Bu yoqda esa stroyni shkaf, vishilkalari bilan va razdeniy sanuzelimizning vannamisi. Kafellar terilgan. Bu yoqda ham va hojatxonamiz. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, uchtepa pasport stolida shundoqqina yonginasida joylashgan birinchi qavatdagi ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 54 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.